Men 4 kunga qizlik uyimga keldim. Ota-onam va singillarim Muhammad Yusufni juda ham sog'inganligi uchun xo'jayinim 3-4 kun uyda turishimga ruxsat berdi. Esinglarda bo'lsa, yaqinda bobojonim xotirasiga bag'ishlab Toshkentda ko'rik tanlovi bo'ldi. Ayajonim Toshkentga borganligi sababli Muhammad Yusufni ko'rgandi. O'zim uyimdagilar biz anchadan beri ko'rmaganligi uchun men ayajonimnikida emas, o'zim uyimda qoldim va ertalab soat 12:30da do'konga yetib keldik. Bu paytgacha bo'lsa xo'jayinim va ayajonim do'konda ochib bo'lishgandi. Bilsanglar kerak, do'konda onalarimizga topshirib qo'yganmiz. Ular yurgizishadi. Bu yoqda bo'lsa qaynak-kuyov billa bo'lgan ekan. Men ham shartta ayajonim oldiga borib, bu meni o'zim onam deb turib oldim. Keyin bo'lsa Muhammad Yusufga so'pichoqgani borib, yo'l-yo'lakay somsa yegim kelgani uchun somsa, qulpinoy, gazvada qilib olib keldik. O'zimni qornim to'qlab olganimdan keyin sirazi o'g'limni qornini to'qlab uxlatib qo'ydim. Bilasizlar, xudo xohlasa bu yil kuzga yoki yengil bahorga tog'amni uylaymiz. Shu sababli ham tog'am uy remont qilyapti. Biz aboy tanlagani keldik. Videoda tog'a deb gapiryapman. Aslida hayotda aka deyman, chunki oramizdagi farq 4 yosh xolos. Remont uchun kerakli bo'lgan narsalarni tanladik va ularni mashinaga yuklab berishdi. Magazinga bordik. Magazinda bo'lsa xo'jayinim bizni kutib turadi. Sababi do'konni qulflab, kalitini olib ketadi. Ertalab sahar kelib ochadi. Xo'jayinimga kalitni berib, ular bilan xayrlashib, uyga yo'l oldik. Esinglardami, avvallari doim shu darvozadan kirib kelib, shu darvozaning atrofida videolar olardim. Endi bo'lsa bu uyda remontlar boshlandi. Sababi yaqinda inshaalloh to'y bo'ladi. Muhammad Yusuf juda ham beshikka o'rganganligi uchun kelib sirazi qornini to'qlab beshikka belab qo'ydim.